Dunyo musulmonlari birlashishi kerak degan narsa g'oyani qo'ldan kelgancha singdirishga harakat qilyapti, lekin bizni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev buni qo'shilmayapti, to'g'rimi? Ko'pchilik bundan norozi, har xil gaplar tarqatyapti. Buni qo'ldan kelgancha shu dunyo musulmonlarini birlashishiga qo'shilmasligi to'g'ri fikr deb o'ylayman. Shuni qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Yoqmaganlar bo'lsa o'tkazib yuborishlari mumkin. Xullas kalom, O'zbekiston dunyo musulmonlarini qo'llasa nima bo'ladi? Birinchidan, e, bizni dunyo musulmonlari birlashish uchun, o'zbek musulmonlari bilan dunyo musulmonlari birlashish uchun Rossiya va Xitoy bunga yo'l qo'ymaydi. Buni har bir o'zbek buni bilish kerak. Agar biz birlashishga harakat qiladigan bo'lsak, Rossiya bilan Xitoy o'zi chora ko'rib ham qo'ygan bo'lsa kerak. Har holda biz yaxshi kun ko'rmaymiz, Alloh saqlasin. Biz nima deydi, Suriya, Iroq, Afg'onistonga o'xshab hamma yoq rasvoyu rabdi balosi chiqib ketadi, Alloh saqlasin. Endi biz uning uchun dunyo musulmonlari birlashishimiz uchun bir O'rta Osiyo, menimcha bitta O'rta Osiyo va Afg'oniston o'zi bilan o'zi kelishishi kerak. Hali bir O'rta Osiyo o'zi bilan o'zi kelishalgani yo'q. Endi agar shunga qaramay Shavkat Mirziyoyev ham qo'llab-quvvatlashda yo Eron yo Turkiyani davom etadigan bo'lsa, O'zbekiston ichki nizolar, Rossiya va Xitoy, ba'zi Amerika ham nima deydi, serqatnov bo'lib qoldi. Ular ham bir necha qandaydir chora ko'ryapti. O'zbekistonni chiqib o't olov ichida qolgizib yuborishi mumkin-da, Alloh saqlasin. Endi bu Shavkat Mirziyoyev buni bilyapti, bilib turib atayin shu bilgani uchun yordam beryapti. Xo'p, yordam beradigan bo'lsa nima bo'ladi? O'sha O'zbekistonda janjal to'polon bo'lsa, Alloh saqlasin, nima deydi, hali migrantlar oqimi boshqa davlatga borib yashash, masalan, suriyaliklar Turkiyaga borib nima qilibdi, hali nima deydi, Turkiyaga borib Turkiyada yashayotgan ekan, turklar ko'pchilik aytar ekan, norozi ekan. Xullas, yo'qolsin, ketsin, o'z vataniga ketsin, uydi buydi deb hali nimalarni, suriyaliklarni yoqtirmas ekan. Endi biz ham Xudo ko'rsatmasin, O'zbekistonda janjal bo'ladigan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin, shu bizga ham migrantlar oqimi boradigan bo'lsa, bizda ham shu ahvol bo'ladi. Bor yo'qol vataningga ket, u bu deydi hali. Nima deydi? Qisqa qilib aytganda, bu musulmonlar aka-uka degan nima g'oya deb o'ylayman. Chunki masalan, amalda ham ko'radigan bo'lsak, qaysi aka ukasini uyiga sig'adi? Mana o'zimizdan qiyos qiling. Mana Xudo ko'rsatmasin, birontasining uyiga, masalan, akasini yo ukasining uyiga o't ketdi yo bir narsa buzilib ketdi. Uka o'z akasining uyida qancha yashashi mumkin? Bir kun, ikki kun, uchinchi kuni uje bolalari ham yo'qol deydi. Amaki vachchasiga bu biz uyimiz, uyingga ket, uydi buydi deydi. Oxir oqibat o'sin bilan deydi-yu. Shunga o'xshash muammolar ko'payishi mumkin. Shuning uchun shuni o'ylagan holda Shavkat Mirziyoyev dunyo musulmonlari bilan birlashishga endi yo'q demayotgan bo'lsa hamki, lekin amalda qo'llamayotgani mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va shunaqa qilayotgan bo'lsa, bu to'g'ri fikr. Men Shavkat Mirziyoyevni bu fikrini qo'llab-quvvatlayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizni kommentariyalarda javoblarini kutaman.